Mana Mashhad mani ishxonam. Yoqdimi? Ben zaten güzelim. Bular mani boyliklarim. Bizda azaldan qo'y olgan odamga bir shotga tuxum qo'shib beramiz. Xohlasang shotda, xohlasang uyingda so'yib beramiz. Ishim qiziq, a? Judayam. Ishimni ko'rding, o'zim bilasan. Uyga bilan jo'natib yuboraymi? Nima? Jinnimisiz? Har kuni kelganingizda qo'y hidi kelib turadimi sizdan? Ishingiz ham o'yingiz ham yoqmadingiz menga. Tushunmadim, nima deganing bu? Xayr deganim. Hayit kelganda gaplashamiz. Alo. Nima? Bog'cha payt izzat edim. Hozir izzat tillaman. Qo'y kerak bo'lsa adminimga qiling. O'z nomeri kim berdi sizga? Bo'pti. Oki bizani ish hal qiling-ku. Ish qilib hayotga narxlar oshib ketmaganmi? Tushunmadim. Og'zingga qarab gapir. Boshqa joyda ochsam qurbon o'zida oshmaydi. Bo'pti, mana yozib qo'ying. Mana nechi? 1450. Yoniga birra qo'ysam o'chirting keladi. Mana shu 1450 ga mani yozib qo'ying. Ahran olib tashalayman buni. Bo'pti, 1451 qilib ber, yo'q, iltimos. Mana buni ovqatini tez-tez bermaysanlarmi? Ochib otmaydi-ku. Xo'jayin tipti qizsiz chaqiryapti. Kim? Nimaga kelding? Mani kechiring. Xatoyimni tushundim. Uyinglaringizni jo'nating. Senga qo'y hidi yoqmasdi-yu. Yo'q nimaga? Voy shirinligini. Davringiz kelishini bilmagandim. Hammasini boshidan boshlaylik. Bitta narsani esdan chiqarmagan. Qassob bir marta adashadi. Sog' bo'lgin. Izzat aka! Izzat aka! Izzat emas, Izzatilla. Olib chiq tashlab bu qizni qo'yxonamdan.